Assalomu alaykum bolajonlar. Sizlar bilan yana biz ayqo o'yinlarini o'ynashga boshlaymiz. Mana bu demak aqllilar o'yinini o'ynaymiz. Tayyormisizmi bolajonlar? Mana ustidagisini nima qilamiz? Birinchi bo'lib kim tersa, mana bu sovg'alarni. Landlandi o'yin boshlandi. Mana bu sovg'alarni nima qiladi? Qo'lga kiritadi. Demak, bu juda ham yaxshi o'yinchoq ekan. Bolalarga taklif qilamiz. 120 ga yaqin nimasi bor? Kombinatsiyalar berilgan. O'shani 3 xil usulda, demak, mana bu oldidagi usulda terib chiqish mumkin. Undan keyin yana orqasida kapalak shakli bor, kapalak shaklini hamda mana bunga o'xshagan piramida ko'rinishi bor. O'sha piramida ko'rinishida ham nima qilsa bo'ladi? 40 ta usulda terib chiqsa bo'ladi. Kitobda javoblari bilan berilgan. Demak, Sima nima qilib bo'ldi? Birinchi bo'lib terib bo'libdi. Kitobcha bilan nima? Yarli vaqt. Sarvar qayerda qanday qildik xato qildi? Ikkitasi qolib ketdi. Demak, Musima nima olasan? Demak, mana bunga o'xshagan ajoyib o'yinchoq bor. Nomi nima bu? Kiromimi? O'shani nima qilsak bo'lar ekan? Terib chiqsak bo'lar ekan. Keyingi savollar o'shani terib chiqishni ko'rsatamiz. Barakalloh bolalar. Xayr.